1 millionlik sertifikat beramiz. O'sha любой lecheniyaga kelib, xolasa davolaydi uni, xolasa tish qo'ydiradi. Я считаю, что это достойный подарок. Do'stlar, bugungi mehmonimiz doktor Asanov stomatologический klinikani rahbari va asoschisi Marlen Asanov bo'ladi. Assalomu alaykum, Marlen. Necha yildan beri stomatolog bo'lib ishlayapsiz? 2017dan beri ishlaymiz. Adashmasam, siz chet elda o'qigansiz? Birinchi o'sha Moskvada o'qiganmiz. Rudenda. Дружба народов stomatologiya universitetida o'qiganmiz. Уже под конец учебы o'zimiz admiga перевод qilib, admida bitirganman Andijonda. Nimaga sразу klinika ochgansiz? Qiziqish bor edi частный stomatologiyaga, o'zimizni bemorlarimiz, o'zimiz patsientlarimiz borligiga, o'zimiznikilarga sal komfort yaratib. Sir bo'lmasa, mana shu klinikani ochgani qancha pul ketgan? Endi etapma-etapda hammasi sразу bitta katta summani hozir hisoblab olmaydi. Sekin-sekin darabotoz qilib, minus joylarni to'ldirib, stomatologiyaga endi qancha sarflasangiz kirib ketaveradi. Kirib ketaveradi. Shunaqa soha bu. Hozirgi kunda stomatologiyani yillik oboroti примерно qancha? Yillik oborotini endi ayta olmayman. Oyiga endi средний 5-6 ming olsa bo'ladi. 5-6 ming dollar oborot qilsa bo'ladi. Adashmasam, stomatologiya sohasidan oldin ham biznes qilib ko'rgansiz. Qanaqa biznes qilgansiz? Endi ko'p yo'nalishda ishlab ko'rganmiz. O'zi yoshligimizda shu tadbirkorlikka ko'p qiziqish bo'lgan. Restoran, kafe sohasida ochganmiz ko'p joylarda. O'sha paytda o'zi student edim. Baribir o'zimiz yo'nalishimizda, o'zimiz sohamizda ishlaganimiz ma'qul deb u joylarda sekin boshqalarga topshirib olib. Stomatologiyani o'zingiz pulingizga ochganmisiz? Boshida o'sha karantindan keyin qaysidir summaga o'sha bir ikkita оборудованияларni olib, remontlarni qildik. O'sha yetmagan joyiga davlatdan kredit olib, dальше уже дополнили, xudoga shukr, kreditlar davno уже yopilib bo'ldi. Bizning loyihamizni bitta tomoshabinlarga yaxshi tomoni, geroyimiz bitta sovg'a ulashishi kerak. Qanaqa sovg'a bera olasiz? 1 millionlik sertifikat beramiz. O'sha любой lecheniyaga kelib, xolasa davolaydi uni, xolasa tish qo'ydiradi. Я считаю, что это достойный подарок. 1 millionga ancha-muncha narsa qilsa bo'ladi, sertifikatimiz bor, qilib beramiz. Xudo xolasa. Videoga like bosishni unutmang. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Video chiqqandan keyin 3 kundan keyin bitta chiroyli kommentariy egasini Marlen bilan tanlab olib 1 millionlik sertifikat sovg'a qilamiz. Faqat bitta talabi, bitta sharti stomatologiya Instagramiga va bizning Instagramimizga obuna bo'lishlaring shart. Rahmat.